Dahshatli bo'ribosar. Haqiqatda ulkan va vajohatli itlar. Ulkan tana, xanjardek tishlar bilan qurollangan jag'lar sohibi. Это не зубы, это сабли. Yirtqich bo'rilarning qonli kushandasi. Alabay yer yuzidagi eng ulkan itlardan biri. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz Hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimiz qahramonlari Turkmaniston xalqining haqiqiy faxriga aylanishga ulgurgan yer yuzidagi eng ulkan itlardan biri Alabay itlari haqida bo'ladi. Videoroligimiz hamda kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamaysiz degan umid ila biz bugungi videorolikni ham boshladik. Alabay zotidagi itlar hozirgi kunda Turkmaniston xalqining milliy faxri hisoblanib, bu itlar Turkmaniston davlatining milliy iti maqomiga ham sazovordir. Bu ulkan itlar uzoq tarixdan dala-dashtlarda insonlarning chorva atarlarini, shu bilan birga egasiga tegishli bo'lgan hududdagi har bir narsani begonalardan joni evaziga himoya qilib kelishgan. Alabay itlari haqiqatda o'ta gigant itlar bo'lib, bu itlarning yerdan balandligi odatda 1 metrgacha, ba'zida esa undan ham balandroq bo'ladi. Bu bahaybat itlarning o'rtacha vazni esa 75-80 kilogramm. Lekin shuni ham aytib o'tishimiz kerak, yer yuzida vazni 120 kilogramdan ham og'irroq bo'lgan alabay it zotlari ham mavjud. Agar sizga bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bu bahaybat itlar o'z egasining ko'ngliga qanchalik g'urur to'ldira olsa, begonalarning ko'ngliga esa shu qadar qo'rquv sola olish qudratiga ega. Bu itlarning kelib chiqish tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, O'rta Osiyoda alabaylarning kelib chiqishi haqida juda ko'plab afsonalar mavjud. Shulardan eng ko'p tarqalgani alabaylar taxminan 4000 yillar oldin o'sha davrlarda yer yuzida mavjud jamiki tirik jonning haqiqiy qo'rqinchli tushiga aylanishga ulgurgan afsonaviy dahshatli yirtqich, qonxo'r, sirtlon itlardan tarqalgan. Albatta bu ma'lumotlar insonlar tomonidan o'ylab topilgan to'qima bo'lishi mumkin. Aziz Hammaga qiziqning bir-biridan zukko kuzatuvchilari, siz albatta alabay itlarning kelib chiqishi haqidagi o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham qiziq. Ulkan alabay itlarining dunyodagi yana bir keng tarqalgan nomi bu O'rta Osiyo ovcharkasi. Sizga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun aytamiz, O'rta Osiyo ovcharkasi atamasi bu bir itlar turkumi atamasi bo'lib, bu turkumga alabaylar bilan birga o'zbek bo'ribosari, tojik cho'poni hamda qozoq tibeti itlari ham kiradi. Bahaybat alabay itlarining yana bir anchagina taniqli nomlaridan biri, bu itlar dunyoning ko'plab davlatlarida Turkmaniston bo'ribosari nomi bilan ham o'ta mashhur. Туркменского волкодава. Почему волкодава, сразу объясняю. Потому что эта собака по своему назначению давит волка. Хватает волка и давит. Это волкодав. Alabay itlari tabiatan baquvvat va anchagina aqlli itlar bo'lganligi uchun Ikkinchi jahon urushi davrida sizu bizning bobolarimiz qonli janggohlarda qon kechishgan vaqtlarida bu fidokor itlar yaradorlarni jang maydonidan olib chiqish, qurollar, o'q-dorilarni kerakli nuqtaga o'z vaqtida yetkazish, atrof muhitni razvedka qilish ishlarida ham insonlarga juda katta yordam berganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Ana ko'rdingizmi do'stim? Shunaqangi fidokor it uchun bir dona like bosib, kommentariyaga u haqida biror narsa deb qo'ymasangiz, bu adolatsizlik bo'ladi albatta. Alabay zotidagi itlar tabiatan qo'riqchi itlar. Bu itlar hech qanaqasiga jangchi itlar emas. Ulkan bu itlarning fe'l-atvoriga keladigan bo'lsak, itlar tabiatan juda ta'sirchan bo'lib, shu sababdan ham bu itlarni tarbiya qilish yangi boshlovchilar uchun tavsiya etilmaydi. Alabay itlarni kichkinaligidan ularni to'g'ri tarbiya qilib,
kerakli buyruqlarni o'z vaqtida bajarishni qat'iyan o'rgatib borish juda ham zarur. Shu bilan birga ulkan itlarni tana tuzilishidan kelib chiqib, ularga kerakli jismoniy og'ir mashg'ulotlarni o'z vaqtida berib borish ham juda muhim. Masalan, tarbiyalanayotgan itning kuch darajasiga qarab, unga berilayotgan jismoniy mashqlarning vazni ham oshirilib boriladi. Itlarning tishlash kuchi, ularning jag'larini baquvvat bo'lishligi uchun esa ekranlaringizda ko'rib turganingizdek mashg'ulotlar juda ham muhim. Yoshligidan to'g'ri tarbiyalanib, voyaga yetgan alabay itlari tabiatan juda bosiq, erkin fikrlay oladigan va zarurat bo'lmaganda jahlini ko'rsatmaydigan, ishonchli qo'riqchi va haqiqiy himoyachiga aylanadi. Bunaqangi to'g'ri tarbiyalangan itlar o'zi yashaydigan hududdagi boshqa hayvonlarga, shu oilaning a'zolariga, hattoki yosh bolalarga ham hech qanaqasiga zarar yetkazmaydi. Aksincha, agar ularga atrof muhitdan biror bir xavf yoki tahdid yaqinlashayotganini sezsa, hattoki joni evaziga ularni himoya qilishga tayyor bo'ladi. Shu o'rinda yana bir muhim ma'lumot, biz avvalida aytib o'tganimizdek, alabay itlari tabiatan juda ta'sirchan itlar. Shu sababdan ham bu itlarni zanjirband qilish maqsadga muvofiq emas. Ko'pgina hayotiy tajribalardan ma'lum bo'lgani, zanjirband etilgan alabay itlari vaqt o'tgani sari o'zini egasini ishonchini yo'qotgan va u tarafidan xo'rlangan his qilib, oxir oqibat biror bir kasallikka chalinib nobud bo'lishi yoki eng dahshatlisi boshqarib bo'lmas jahldor maxluqqa aylanib qolishi mumkin. Bunaqangi dahshatli holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun bu itlarni ulkan qafaslarda saqlash va ular bilan keraklicha ko'proq vaqt o'tkazish tavsiya etiladi. Tabiatan o'ta ulkanligi va erksevarligi hisobga olingan holda alabay itlarini ko'p qavatli uylarda ham saqlash unchalik maqsadga muvofiq emas. Alabay itlari tabiatan o'ta gigant va juda baquvvat itlar. Shu sababdan ham bunaqangi itibor insonlar itlarning qafaslarini va ular yashaydigan xonadon devorlarini ham yaxshigina baquvvat qilishlari joiz. Nega bunaqa deyayotganimning sababini esa navbatdagi videoroliklarda o'zingiz ko'rib xulosa chiqarishingiz mumkin. Va bu itlar bilan sayrga chiqqanda ham doimo ehtiyotkor bo'lmoq lozim. Chunki itlar har qanday holatda atrofdan xavfni sezib, to'satdan tashlanib qolishi hech gap emas. Aziz do'stlar, internet tarmoqlarida ko'plab guvohi bo'lamizki, ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri ulkan alabay itlari haqiqatda yakkama-yakka jangga kirsa, bo'rilarni yenga oladimi? Agar siz azizlarga bu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yangisini kutib qolamiz degan fikrni qoldiring. Biz esa keyingi videoroliklarimizda vajohatli alabay va qonxo'r bo'rilarning o'zaro qarama-qarshiligi haqidagi ma'lumotlarni to'plab, siz azizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hozircha esa keyingi videoroliklargacha sihat salomat bo'lishingizni yolg'iz yaratganning o'zidan so'rab, siz azizlarga xayr deymiz. Hammaga qiziqda qoling. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.